O'zbekistonda LGBTga ruxsat yo'q. 120-modda bilan javobgarlikka tortiladi. Endi ana bu NAT plusmi, NID plusmi masalasi. O'y Jasmin degan bitta haromdan bo'lgan maymunni hijolat qiladigan basharasini ko'rsanglar, odam quskus keladi. O'shanga o'xshamoqchimisizlar? Ha? NID'ni olib shunaqangi injektor qilmoqchimisizlar? Sizga bo'lmasa o'g'lingizga ta'sir qilsa, qayerga borasiz? Endi menga qarshi boshlashadi, ha? Ajotaj, sabotaj. To'dalanib kellaring. Sanlar butun dunyodagi o'zingni shunaqangi ham jinslaring bilan hujum qillaring. Sanlarga bitta tupurigini o'zi bilan ko'mib tashlaymiz biz. Bitta tupurigi bilan. Yaqinda inshaalloh bularga biz ya'ni qonuniy asosda jazo qo'llaymiz. Inshaalloh.